Surxondaryo viloyatidagi O'zbekiston, Tojikiston va Afg'oniston chegara hududlari kesishgan nuqtada tashkil etilgan ushbu maxsus taktik qo'shma o'quvi o'zbek-tojik chegarachilarining hamkorlikdagi amaliy harakatlari bilan boshlandi. O'quv rejasiga ko'ra, shartli dushmanning qurolli bosqini aniqlangach, ogohlantiruvchi maxsus signal berildi va ikki davlat chegarachilari o'zaro ma'lumot almashib, hamkorlikda xavfni bartaraf etish choralarini ko'rishga kirishdilar. Jangovar shaylikka keltirilgan bo'linmalar shartli dushman joylashgan hududni qurshab olib, ularning ichkariga yorib kirishlarini oldini olish bo'yicha to'siq harakatlarni amalga oshirdi. Uchuvchisiz uchish apparatlari orqali havo razvedkasi olib borilib, shartli dushmanning harakatlari to'liq nazorat ostiga olindi. Shartli dushmanni zararsizlantirish va hududga qulay o'rnashib olishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida jang maydoniga zirhli va yengil zirhlangan texnikalar jalb etilib, taktik jihatdan qulay marralar egallandi. Ta'kidlash joizki, maxsus taktik qo'shma o'quvlarning barcha jangovar harakatlari hamkorlikdagi qo'mondonlik punktida mas'ullar tomonidan monitorlar orqali real vaqt rejimida kuzatib borildi. O'quv mashg'uloti davomida hamkorlik rejalariga asosan kuch tuzilmalarining bo'linmalari harakatga keltirilib, jangovar vertolyotlar va navbati bilan bugungi zamonaviy janglarda qo'llanilayotgan uchuvchisiz uchish apparatlari bo'linmalarni havodan qo'llab-quvvatlagan holda shartli dushman aniqlangan nuqtalarga aviazarbalar berildi. Shundan so'ng shartli dushmanning ortga chekinayotgan kuchlari avvaldan o'z pozitsiyalarini egallagan jangovar katerlar hamda jangovar qurollar orqali o'qqa tutildi. O'zbek va tojik chegarachilari tomonidan amalga oshirilgan samarali sa'y-harakatlar natijasida shartli dushman batamom yo'q qilindi. E'tiborlisi, maxsus taktik o'quv mashg'ulotlarida O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan quruqlikda, suvda va havoda harakatlanuvchi yengil zirhli texnikalar, katerlar hamda uchuvchisiz uchish apparatlari imkoniyatlaridan keng foydalanildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondonining tashabbuslari bilan bugungi kunda Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasida o'zaro hamkorlik jadal rivojlanib kelmoqda. Xususan, bugungi maxsus taktik o'quv mashg'ulotimizdan ko'zlangan maqsad ham ikki davlat chegarachilarini o'zaro birdamligini oshirish va davlat chegaralari orqali bo'lishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni birgalikda bartaraf etishdan iborat. Mashg'ulot davomida biz birgalikda harakatlanishni va shartli dushmanni birgalikda yakson qilish tadbirlarini amalga oshirdik. Bugun Tojikiston va O'zbekiston respublikalari chegarachilari hamkorligida qo'shma o'quvlar bo'lib o'tdi. Mashg'ulot ikki davlat chegarasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatar va tahdidlarni birgalikda bartaraf etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.